Bel og'rig'i. Kasallikning kelib chiqish sabablari. Bel og'rig'i yoki bot kasali hamma yoshdagi kishilarda, qariyalarda uchrashi mumkin. Bu kasallik ko'pincha shamollash oqibatida, ko'p terlaydigan kishilarda, qariyalarda va o'rta yoshdagi kishilarda badanlarda tuz yig'ilish oqibatida kelib chiqadi. Jismoniy harakat bilan kam shug'ullanuvchilar ham bel og'rig'iga uchrab turadilar. Bel og'rig'i boshqa kasalliklar oqibatida ham yuz berishi mumkin. Masalan, buyrak, jigar xastaliklarida, qovuq shamollaganda, siydik yo'llari, orqa o'murtqa xastaliklarida bel og'rish bo'lishi mumkin. Kuz kunlari boshlanishi bilan ayniqsa yoshi 35 dan oshgan kishilar tuzli ovqatlarni yoqtirishadi. Bunday insonlarda badanida tuzlar yig'ila boshlaydi. Shu yig'ilgan tuzlar namgarchilik boshlanishi bilan bezovta qila boshlaydi. Agar chorasini qilmasa, bora-bora dard kuchayib kishini qo'zg'atmay qo'yadi. Bunda bemor albatta shifoxonaga borib shifokorga murojaat qiladi. Shifokor yozib bergan dori-darmonlar bilan bir qatorda tabiat ne'matlari bilan davolanish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Kasallikni davolash usullari. Bel og'rig'i havo iqlimiga qarab ko'pincha namgarchilikda orqa o'murtqa bo'g'inlari bel bilan birga zirqirab og'riq bilan boshlansa, unda badanda ko'p tuz yig'ilgan bo'lishi mumkin. Bu kasallikni O'zbekistonning tuz konlarida davolash mumkin. Buxoro viloyati Olot tumanida Turkmaniston chegarasi oldida shunday tuz koni bor. Shu tuz konida 3-4 kun ichida davolanib kelinsa, bel og'rig'i tuzaladi. Davolanish uchun yilning yoz chillasida, ya'ni 25-iyundan 5-avgustgacha 40 kun mobaynida har yili vaqtga qarab 3-4 kunga qumga, tuzga tushib davolanilsa, bel og'rig'iga shifo topadi. Tuzkonga borishdan oldin bemor shifokorlar ko'rigidan o'tishi lozim. Tuzkonga yuragi og'riqlar, qon bosimi yuqori yuradigan bemorlar bormagani ma'qul. Qumdan keyin bemor o'rnidan turib yaqin joyda 100 metrcha chamasi joylashgan tuz ko'liga borib, unda ham belini tuzga ko'madi. 10-15 daqiqaga unda tanadagi tuz issiqdan erib, oppoq ko'l tuziga o'tadi. Keyin yuvinib, yaxshilab o'ralib, kiyimlar kiyib, pana joyda, kapadami yoki xonadami yotib ko'p choy ichiladi. Ko'p terlash uchun vaqti bilan kiyim almashtirib yotib turiladi. Shu usulni 3 kun marotaba takrorlansa, 3 marotaba takrorlansa, bel og'rig'i yaxshi bo'lib ketadi va tanadagi tuzlar kamayib, organizm sog'lom bo'ladi. Bu muolaja boshqa kasalliklar, oyoq, qo'l og'riqlari uchun ham tavsiya etiladi. Karam. Oddiy karamni olib barglarini yaxshilab maydalagichdan o'tkaziladi. Suvi bilan og'rigan belga qo'yib bog'lanadi. 2-4 soat turgach uni olib o'sha joyga anjirning bargini 24 soatga bog'lab qo'yiladi. Shu muolajani 4-5 marotaba takrorlash lozim. Tuzlarni karam suvi eritib, darddan forig' etadi. Muolajalardan ma'lum bo'lishicha, karamning suvi ta'sirida inson terisi va muskullari suvga tushgan nondek bo'kib, bo'sh bo'lib qoladi. Teri va muskullarni o'z holiga keltiruvchi omil sifatida anjirning bargi juda yaxshi ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bo'yi modaron. Bu o'simlikning tarkibida efir moyi, kamfora, spirt va boshqa moddalar bor. O'simlikni bosh og'rig'ida ishlatilgani uchun bosh og'riq o'simligi deyiladi. Gullari sariq savatchaga to'plangan bo'lib, tog' yonbag'rida o'sadi. Ibn Sino bu o'simlikning yer ustki qismidan, ayniqsa gulidan tayyorlangan qaynatmani qaytishi qiyin bo'lgan shishlarda, et uzilganda, radikulit kasalida, bel og'rig'ida, botda foydalangan. Buning uchun xastalangan joyga bir matoni ho'llab bog'lashni buyurgan. Bu usulni bir kunda bir necha marotaba takrorlab turishni tavsiya etgan. Mazkur o'simlikdan vanna qilish yo'li bilan ham unumli foydalanish mumkin.
Uning uchun o'simlikning yer ustki qismi guli bilan olinib qaynatiladi. Rangi choyga o'xshashi bilan vannaga solinib, issig'iga badan chidaydigan bo'lganda 20-25 daqiqa o'tirish tavsiya etiladi. Bu usul bir necha kun takrorlanishi lozim. Shaftoli mevasi, ya'ni danaga. Mevasi tarkibidagi shifobaxsh vositalardan 15% qand, oshlovchi modda, 12% miqdorda pektin, efir moyi, karinoidlar, organik kislotalar va V darmondorlari bor. Shuningdek, kaliy tuzlari va boshqa shifobaxsh moddalar ham mavjud. Xalq tabobatida bel og'rig'ida, bot kasalida va bel og'rig'i qovuq toshlaridan bo'lganda, shu toshlarni maydalashda ham shu shaftoli mevasidan muvaffaqiyatli foydalanib kelingan. Buning uchun shaftoli qovun va turp urug'laridan 24 grammdan olib aralashtirib tuyuladi. Unga 10 gram asal va 20 gram shakar qo'shib qorishma tayyorlanadi. Mazkur dorini har kuni nahorda bir marotaba iste'mol qilish tavsiya etiladi. Ertasiga shu dorini yangidan tayyorlash kerak bo'ladi. Bir hafta 10 kun ichiladi. Isiriq. Bel og'rig'ini, bot kasalini davolashda isiriq o'simligidan foydalanilgan. O'simlikning yer ustki qismi olib qaynatiladi. Qaynatma rangi ko'k choy shaklida bo'lganda, issiqligida badan kuymaydigan qilib vannaga solinadi. 15-20 daqiqa vanna qabul qilinadi. So'ng belni eski issiq ro'mol bilan o'rab yotiladi. Shu usulni 3-4 kun takrorlansa, bel og'rig'i o'tib ketadi. Soxta kashtan. Qish faslida bel og'rig'i o'ta bezovta qilganda, kashtan o'simligidan ham foydalanish mumkin. Kasallik bog'lanmasdan oldin kashtan mevasidan bir shisha idishga to'ldirib solinadi va usti yopilguncha aroq quyiladi. So'ngra 3 kun mobaynida quyoshli joyga qo'yiladi. Keyin 40 kun davomida salqin yerda saqlanadi va bel og'riganda og'riyotgan joyga surtib turiladi. Tabiat insonni kaftida tutib turibdi, uning yaxshiliklariga ko'rnamaklik qilmaylik. Bangi devona. O'zbekistonning deyarli hamma viloyatlarida uchraydi. U asosan yo'l yoqalarida, suv bo'ylarida, aholi yashaydigan joylarga yaqin yerlarda, bog'larda o'sadi. Bo'yi 100-120 santimetrgacha yetadigan yoqimsiz hidli o'simlik. O'simlikning hamma qismi zaharli, poyasi tik o'sadi, shoxlangan. Bargi yirik tuxumsimon, guli oq yoqimsiz hidli, yirik varankasimon shaklda. Mevasi qattiq tuxumsimon chanoq tikanlar bilan qoplangan. Bangi devonaning bargi va mevasi bel og'riganda ishlatiladi. Ishlatish uchun o'simlikning bargi va mevasi yig'iladi. Salqin joyda quritiladi, keyin havonchada yanchiladi. Kukunidan bir osh qoshiqqa olib, bir stakan qaynab turgan suvda 10-15 daqiqa damlanadi. Shu damlamani dokaga yoki paxtaga shimdirib, bel og'rigan joyga 4-5 soatga qo'yiladi. Yaxshi shifo beradi. Torimdori. Bu ko'p yillik bo'yi 1 metrgacha yetadigan o't o'simlik. O'zbekistonning barcha viloyatlarida, daryolar, ko'llar, ariqlar bo'ylarida va ekinlar orasida o'sadi. Poyasi bo'g'inli, bargi cho'ziq, gullari tiniq pushti rangli. O'simlikning ildizi va ildiz oldi poyasi bargi bilan yig'iladi va soya yerda quritiladi. So'ng maydalanib, kukunidan bir choy qoshiq yarim stakan suvda 10 daqiqa qaynatiladi va bel og'riganda ovqatdan oldin yarim stakandan ichib turiladi. Qora terak. Bu manzarali daraxt sifatida o'stiriladi. U yovvoyi holda tog'larda ham uchraydi. Uning barg kurtagi barg chiqarmasdan oldin erta bahorda yig'iladi va soya joyda quritiladi. Ibn Sino qora terak barg kurtagiga sirka, uzum sirkasi qo'shib tayyorlangan aralashmani bel og'riganda, bot kasalida og'rigan joyga malham sifatida surtib, yaxshi natijalar olgan. Qariqiz yoki paxmoq qariqiz. O'zbekistonning deyarli hamma yerlarida, dalalarda, uylar atrofida, ariq bo'ylarida o'sadi.
Bo'yi 60-100 santimetrgacha yetadi. Poyasi tik qirrali, tukli, bargi yirik, yuqori qismida maydaroq, keng tuxumsimon, tishsimon qirrali, gullari to'p guli savatchadan iborat bo'lib, to'q binafsha rang bo'ladi. Qariqizning shifobaxsh xususiyatlari qadimdan ma'lum. Uning dorivor mahsulotlari ildizi hamda barglari hisoblanadi. Qariqiz ildizi tarkibida efer moyi, insulin, achchiq, oshlovchi va boshqa moddalar mavjud. Qariqizning ildizi yig'ilib, salqin joyda quritiladi. So'ng havonchada yanchib, un shakliga keltirib, surtma dori tayyorlanadi. Bel og'riganda, bot kasalida og'rigan joyga shu surtmadan surtib turiladi. Yaxshi natijalar beradi. Yalpiz. Yalpiz juda qadim zamonlardan beri oshko'k, ziravor. Ma'lumotlarga qaraganda Ibn Sino yalpiz surtmadan shish va og'riq qoldiruvchi vosita sifatida foydalanib kelgan. Yalpizli surtma tayyorlash uchun yalpiz gulidan 200 gram olib, shisha idishga solinadi. Uning ustiga 400 gram zaytun yog'i qo'shiladi. Shisha og'zini oq mum bilan yaxshilab berkitiladi va 40 kun mobaynida quyosh nuri tushib turgan joyga qo'yib qo'yiladi. Shundan keyin bel og'rigan joyga surtib turilsa, og'riq tez qaytadi. Olma. Ibn Sino olma bilan bel og'rig'ini yoki surunkali bodni davolagan. Foydalanish usuli: agar bel og'rig'i buyrakdagi toshlardan bo'lsa, 3-5 tadan olmani kuniga 3-4 mahal iste'mol qilib turiladi. Yoki olma sharbatini, olma kompotini kuniga 3-4 marta 1 stakandan ichib turiladi. Buning natijasida buyrakdagi mayda va siydik yo'lidagi mayda toshlar tushib ketadi. Bir haftada bel og'rig'i shifo topadi. Sarimsoq. Sirka, asal aralashmasi bel og'rig'i va bot kasaliga barham beradi. Sirka, asal aralashmasi bel og'rig'i va bot kasaliga barham beradi. Buning uchun sarimsoqning 2 bo'lakchasini qirqib, piyoladagi issiq sirkaga 5 daqiqa solib qo'yamiz. Qalin paypoqni issiq suvda ho'llab, siqib tashlab, sirkada turgan sarimsoq bo'laklarini 1 choy qoshiq asal bilan yaxshilab aralashtirib, paypoq ichiga solinadi va u bilan og'rigan joylarni bir necha daqiqa davomida artiladi. Bu bir necha kun davom ettiriladi. Yana 1 choy qoshiq uzum sirkasi, shuncha asal choy qoshiqning 4dan 1 qismi hajmida sarimsoq sharbati va yarim stakan issiq suvdan dori tayyorlab, har kuni uxlash oldidan ichib turilsa, muskullar orom oladi. Hayot eskirtirganini tabiat yangilab turadi. Parpi. Akonit o'simligi. O'zbekistonda 2 turi bor. Qora ko'l parpisi, jungar parpisi. Har ikkala parpi turi Tian-Shan tog'laridagi suv bo'ylarida, nam o'rmonlarda o'sadi. Qora ko'l parpisi issiq ko'lga yaqin joylarda o'sadi. Bo'yi 70-130 santimetrgacha yetadigan o'simlik. Poyasi tik o'suvchi, tuksiz. Bargi oddiy, ustki tomoni to'q yashil, 1-3 bo'laklarga ajralgan. Guli qiyshiq, shingilga to'plangan kosacha, bargi 5 ta. Rangi ko'k binafsha. Mevasi ko'p urug'li. Iyul-avgustda gullaydi. O'simlikning hamma qismi zaharli. Parpi o'simligining ildizi yig'iladi, suvda yaxshi yuvilib, keyin salqin yerda quritiladi. Ishlatish uchun maydalangan ildizidan 1 osh qoshiq olib, 200 gram 60 gradusli spirtda aralashtirib, issiq joyda 3 kunga qo'yib qo'yiladi. Bu aralashma 3 kundan keyin achchiq choyga o'xshab ketadi. Aralashmadan 1 choy qoshiqda olinib, ko'proq olish tavsiya etilmaydi. Bel og'rigan joyga yaxshilab qurib ketgunicha surtiladi. Surtilgan joyni boshqa bir mato bilan o'rab qo'yiladi. Surtilgan joyda tez qon aylanish oqibatida bel og'rig'i qaytadi. Momiyo. Momiyo xossalarining hamma manbalardagi tasviri deyarli bir xil. Shunga ko'ra uning xossalarini quyidagicha bayon qilish mumkin.
Buyuk alloma Ibn Sinodan boshlab hamma tabiblar mo'miyoni turli kasalliklarda beriladigan har xil dorilarga qo'shib ishlatadigan bo'lib qoldilar. Chunonchi odamning badani lat yeganda, chiqiqlar o'rniga solinganda, suyaklar singanda va umuman muskullar, bo'g'imlar va suyaklar kasallanib qolganida mo'miyoni asalga aralashtirib bir qismini og'rigan joyga surtilsa, bir qismi moshdek qilib ichib turiladi. Bu usul bel og'rig'iga yaxshi kor qiladi. Asal arini chaqtirish. Yoz faslida bel og'rig'i o'ta bezovta qilganda, asalari zahriga allergiya bo'lmasa, u asalari bilan bel og'rig'ini davolash mumkin. Buning uchun birinchi kuni bitta asalarini og'rigan joyga qo'yib chaqtirish kerak. Oradan bir kun o'tkazib 3 ta asalariga chaqtirish kerak. 5-kuni 3 ta asalariga, 7-kuni 4 ta asalariga chaqtiriladi. Shu bilan 13-kunigacha qo'yilmaydi. O'sha 13-kuni 3 ta asalariga, 15-kuni 2 ta asalariga va 17-kuni bitta asalariga chaqtiriladi. Asalarining zahri bel og'rig'iga shifo beradi. Vanak bel og'riganda quyidagilarni tavsiya etgan. Bot bo'lsa belni quyosh nuriga tovlantirib turish, shu bilan birga og'rigan joyni qo'y yog'i yoki miltiq moyi bilan surtib turiladi. Bel og'riganda sog' tuproqdan gancharnaya glina, ya'ni tepaliklarda, jarliklarda bo'ladigan sog' tuproqdan olib, unga olma sirkasidan qo'shib, yaxshilab aralashtiriladi va aralashgan loyni matoga solib og'rigan joyiga kechqurun qo'yiladi. Bemor shu kunlari bir hafta ichida qovoq urug'idan damlangan choy ichib turishi lozim. Ibn Sino bel og'riganda sholg'omni go'sht bilan qaynatib, pishirib, ezib, issiqligida belga qo'yib, uni qizdirib shifo topgan. Ermon yer ustki qismini maydalab, xina yog'i bilan qo'shib, mumli surtma qilinib, shu surtmadan bel og'rigan joyiga bog'lansa, og'riqlar me'dadanmi, jigardanmi, beldanmi baribir barham topadi.